Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrimizning Urdu institutining yanında 2 qavatli 150 kvadratli hovli-joy pod ключ tayyor sotuvga qo'yildi. Ko'chalarimiz yurt ustida asfalt bo'lgan, to'g'ri institutning oldidan shunday girib kelinadi. Yan tarafimiz real zapravka. Oldinda ham mashina qo'yish uchun mestasi bor, beton qilingan, qalabli shera chiqqan. Saychan bilan tanishib chiqamiz. 100% bitik turibdi joyimiz. Tayyor, gelib yashaladon. Eshiklarimiz demir yarma eshik. Bismillahirrahmanirrahim. Yurtdoshlar, shuning ko'rinishida giravashda shuning dalan umumanlik qo'yilgan, kafel qilingan, 100% to'pli pol qilingan. Birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan lestnitsamiz yog'ochdan shuning ajoyib etib ishlangan. Освещениyalar berilgan, patologlari natijali bo'lgan, devraklari gipsokardon. Devorlarimiz oboy 100%, mo'yshi, yaxshi oboylardan urilgan. Pastda o'ng qo'limizda bir zal, bu yon tarafimiz oshxona, katta tushgan. Eshiklarimiz yaxshi sifatli eshikdan oppoqdan urilgan. Bu yerimiz zal. Bu yerimiz ham ishini natijali qilingan, devraklar gipsokardon, освещениyalar berilgan. Laminatlar ham yaxshi sifatlisidan döşegeldi. Gilamlar döşelingan. Bu yerimiz oshxona bo'ladi yurtdoshlar. Bu yerimizda mana chiroyli oboy qilingan, svetli освещениyalarimiz berilgan. Patologimiz natijnoy. Gazimiz girib turibdi, kotel ishlab turibdi, stabilizatorlar bilan. Otuzimiz ham tushgan. Bu yerimiz sanuzel 100% kafeldan chiqib turibdi. Bunda unitaz, muallik, restoranlar qo'yilgan. Kirma uchun ham mesta qilingan yurtdoshlar. Bu yon tarafimiz 30. Şimdi 7'ye 4 metr 30 tushgan. Bemalol shashlik pishirib, tapchan qo'yib, o'tiradan mesta qilsangiz da bo'ladi. Ikkinchi qavatni ko'ramiz. İkinci qavatdan chiqqandan şimdi katta hovl. Bu yerdan o'tiradan mesta qilsa bo'ladi ajoyib etib. İkinci qavatimiz ham to'pli pol. 100% oboydan chiqqan. Zalimiz ustida zal joylashgan. Bu yon tarafimiz katta spalni. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak 730 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Like bosib do'stlarga berib qo'yinglar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omat.